Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. 2025-yil 23-dekabr bugun qadrdonlar yaqinlashib girib kelayotgan yangi 2026-yil barchangizga muborak bo'lsin. Hammalaringizni tabriklaymiz qadrdonlar. Bormisizlar musofirda yurgan do'stlar, yaqinlar sizlarga yangilik qilishda biz yana davom qilamiz. Bugungi yangiligimiz shundan iboratki, yangi yil oldi xudo xohlasa bolajonlarimiz juda bir arziqib kutadigan bayram. Yangi yilimiz Yangilik tuman Ko'rktam madaniyat markazini ro'parasi Bahramon Durdiyevning magazini. Xudo xolasa ana shundaki yangiliklar, pishiriqlar va yangi mahsulotlar keldi. Shular haqida yangidan yangi pishiriqlarni pishirib turibdilar. Qizlar xudo xohlasa shular haqida men sizlarga video rolik qilmoqchiman do'stlar. Tuman markazidan hech qanday farq qilmagan holda sifati kerak bo'lsa deyarli yaxshi bo'lgan mahsulotlar tayyorlanayotir. Shular haqida batafsil ichkariga girib sizlarga men ma'lumot berib o'taman. Kuzatib boringlar do'stlar. Ichkariga kirganimizdan xudo xohlasa yangi yil nafasi ufurib turib tarchalar bezatilgan. Xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Og'lar xo'jalik uchun, oila uchun, ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan barcha mana shunday plastik idishlar deysizlarmi? Qovok, qovun, shu bilan birgalikda barcha plastmassa idishlar, qozon, choynik, hamma narsalar bor, kulunka deysizlarmi? Bundan tashqari qadrdonlar 1 kilodan tortib 50 kilogacha bo'lgan un va un mahsulotlari har xil turdagi magazinimizda bor qadrdonlar. Bundan tashqari ham do'stlar, sabzi deysizlarmi, kartoshka, karam, qizil karam ish qilib, piyoz, bolg'or, burch, hamma narsalar, oziq-ovqat mahsulotlari, hamma narsa xudo xohlasa produktda bor. Meva-chevalar yangilar olmadan, mandarindan tortib ananasgacha olib kelganlar. Xudo xohlasa bemalol endi tuman markazidan chiqib o'tirishni hojati yo'q. Bodring deysizlarmi, apelsin, xurmo, undan tashqari sitrus mevalar ham bor do'stlar. Ananasgacha, kivilar, hamma narsa, grusha, uzumlar, hamma narsa bor qadrdonlar. Bemalol xudo xohlasa kelib xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, suv, kola, fanta, oila uchun, ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan yog' va yog' mahsulotlari, sovun, duz, hamma narsalar xudo xohlasa. Endi salatlar ham yo'lga qo'yganlar tayyorlashni. Har xil salat, bochkaga bosilgan deysizlarmi, bodring, baqlajon, xil turdagi sabzi, karam, hamma narsadan kolbasalar assortisi ko'p ko'rib turganlaringiz deyin. Qadrdonlar, endi pechonni pishiriqlar ham pishiradilar. Ularni ham men bir qator sizlarga ko'rsatib o'taman qadrdonlar. Hurmatli kuzatuvchilar, aralashmalar do'koni bu. Xudo xohlasa qizlarimiz pechonili pishiriqlarni pishiradilar. Xil turdagi. Shular haqida yana ukamiz bemalol obunachilarimiz bilan salomlashib tushuntirishingiz mumkin ekan. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Turli xil zag'aralar, zavornoylar, pechonilar, lentalarimiz bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Bayramda har xil skidkalarni qo'ydik. Xudo xolasa tortlar, ha? Tortlar ham bormi? Tortlar ham bor. Bayraklarimiz ham bor, har xil chimchilarimiz bor. Bundan tashqari, hurmatli kuzatuvchilar, domashniy baraklar ham tayyorlashni yo'lga qo'yib ekanlar. Unga meni o'zingiz endi xudo xohlasa o'shada ekranda ko'rinib turgan qo'shilay bir-biridan chiroyli ekan bu pechonilar do'stlar, qadrdonlar. Mana 1000 marta ko'rgandan 1 marta yeb ko'rgan afzal deydi. Bemalol xudo xohlasa Bahramon do'konina kelaverasizlar. Undan tashqari Telegramdan Sabrina shirinliklari deb gruppalari bor. Instagramdan ko'rib bemalol zakaz berishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Telefon raqamlari ham shu yerda bor. Qadrdonlar, men ham ekranda telefon raqamlarini qoldiraman. Undan tashqari shirinliklar, ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan barcha narsalar bor. Chak-chuklar ham xudo xolasa hamma narsa ish qilib, To'y zakazlarimiz ham olamiz. To'y uchun buyurtmalar ham oladilar. Shirinliklar, tort, chimchilar, shirinliklar. Qadrdonlar, bir so'z bilan aytganda, agar to'y boshlasangiz ham bemalol sho'ra kelsangiz bir joydan hammasi bitadi. Agar yaxshi kun, bayram shodiyanasi uchun ham endilikda tuman markaziga borib yurishni hojati yo'q. Hamma narsalarni bemalol sho'rdan zakaz berishlaringiz mumkin. Qadrdonlar, videoni sho'rnacha ko'rganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Yangi girib kelayotgan 2026-yilimiz xayr
barakali bo'lsin do'stlar.